بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siratlarini o'rganishga davom etamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siratlari qiyomatgacha yashaydigan musulmon ummatlarga, umuman insoniyatga ibrat namuna bo'ladigan bir sirat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixi, u kishining siz bilan bizga qoldirib ketgan namuna ibratlari 5 yil, 10 yil, 70 yil yoki 100 yil bilan cheklanib qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti qanday ibrat bo'lgan bo'lsa, qiyomatgacha bizga ibratligicha qoladi. Zamonlarda o'zgarishligi bilan, siyosatlarni o'zgarishligi bilan o'zgarmaydi. Chunki bu ibrat, bu namuna Alloh subhanahu va taolo aytganidek, rahmatan lil alamin, butun olamlar uchun rahmat qilib yuborilgan zotning sirati. Modomiki mana shu siratni mahkam ushlar ekanmiz, biz hech qachon adashmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman. Modomiki mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar. Bu mening sunnatim va Alloh taoloning kitobi. Biz mana shu sunnatni, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak siyratlarini o'rganamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu iymonga kelganidan keyin Quraysh tang ahvolga tushib qoldi. Chunki bir tomondan Hamza ibn Abdul Muttolib, ikkinchi tomondan Umar ibn Xattob iymonga keldi. Musulmonlarga haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganlaridek Umarning islomga quvvat bo'ldi. Quraysh nima qilishlikka hayron bo'ldi. Yana ham musulmonlarga aziyatni qattiqlashtirdi. Kunlarning birida Abu Jahl alayhi la'na payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki: "Ey Muhammad, agar sen bizni olihalarimizni haqorat qilishlikni to'xtatmasang, biz Allohni so'kamiz." Ularni mushriklarni so'kishlikda, olihalarni so'kishlikda albatta manfaat bor, lekin Alloh taoloni so'kishlikka olib boradigan bo'lsa, buning zarari keltiradigan manfaatdan kattaroq edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Abu Jahl Allohga ham ibodat qilar edi, boshqa butlarni sherik qilgan holatda. Lekin ahmoqligidan, ilmsizligidan, islomga adovatidan Alloh taoloni so'kishlikka ham tayyor bo'ldi. Astagfirullah. Va la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbulloha adwan bighayri ilm. Kazalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allohdan o'zgaga sig'inadigan kimsalarni, butlarini so'kmangiz. U holda ular hadlaridan oshib, johillik bilan Allohni so'kurlar. Har bir millatga o'zlari qilgan amalni mana shunday chiroyli ko'rsatib qo'yganmiz. So'ngra Parvardigorlarga qaytmoqlari bor. Bas, u zot ularga qilib o'tgan amallarni xabarini berar. Ya'ni Abu Jahlga Allohni so'kishlik chiroyli bo'lib ko'rinyapti. Har bitta qavm, har bitta millatga deyapti Alloh taolo o'zini qilayotgan ishini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganmiz. Alloh taolo aytadi Qur'onda: "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Har bitta to'da deyapti Alloh taolo, har bitta jamoat o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi. Puldorlar jamoati bo'lsa, pul bilan xursand bo'lib yashaydi. Polvonlar bo'lsa, kuchi bilan quvonib yashaydi. Yana nimasi bo'lsa, shu narsasi bilan quvonib yashaydi. Har bitta to'da o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi deb aytdim mana. Mana tasavvur qilinglar, akvariumdagi baliq suv ichida turar ekan, bu suvni tiniqligini, ayniganini, rangini, hidini bilishlikka imkoni bormi, yo'qmi? Yo'q, chunki o'sha suvning ichida-da balchiq olib kelsa ham sekin-sekin balchiq bo'lgan. Sarg'ayib ketgan bo'lsa ham sekin-sekin. U suvni tashqarisida turgan odam ko'radi buni, sarg'ayganini yoki hidi xush kelib qolganini. U suvning ichiga tushib olgan baliq hech qachon suvni qanaqaligini ajrata olmaydi. Voy, mo suv ichi aynib qopti, ichi rangi ketib qopti desa, yo'q deydi. Shuncha baliq yuribdi deydi. Agar noto'g'ri bo'lsa shuncha baliq yuradi, u baliqlar ham senga o'xshagan akvariumdagi baliqdir. Demak, har bitta to'da, har bitta jamoat o'zida bor narsa bilan quvonib yashaydi. Alloh taolo uni chiroyli qilib qo'ydi deydi. Abu Jahlga Allohni so'kishlik chiroyli bo'lib ko'rindi. Kattaroq va buyukroq zararni daf qilish uchun musulmonlar kofirlarning ilohlarini, olihalarini haqorat qilishni kamaytirishdilar. Quraysh o'rtasidagi holat nihoyatda bir tig'iz tang edi. Uqba ibn Abi Muayyid
payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin qo'shnilaridan, Qurayshning sayyidlaridan. Mana shu o'rtaga tushgan tanglikni bir oz yumshatishlik maqsadida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni uyiga mehmonga, taomga chaqirdi. Mushrik taqvodorlarning ustozi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni uyiga chaqirganida payg'ambarimiz labbay deb bordilar. Benamoz odamniki emas. Siz bilan men emas. Muhammad alayhisalom mushrik uyiga bordi. Uqba, "Ey Muhammad, taomga qo'lingni uzat" deganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Yemayman taomingni." "Nimaga yemaysan?" "Shahodat kalimasini aytmaguningcha seni taomingdan yemayman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu qilgan ishidan maqsadi shu ediki, agar Uqba ham shahodat kalimasini aytib qo'ysa, xuddi Hamzani singari tilidan chiqib ketganligi uchun keyin gapidan qaytishlikdan xijolat bo'lib, islomga kirib qolarmikin degan maqsadda aytgan edi bu so'zni. Uqba u tomonga tortib ko'rdi, har qanday bir chorani qilmoqchi bo'ldi, lekin harchand urinmasin, payg'ambarimiz gapida qatib turib oldi. Endi arab uchun uyiga kelgan mehmon uni tuzidan totmasdan chiqib ketishligi juda bir katta bir ayb hisoblanadi. Karam, mehmondo'stlik degan sifatlari bor edi ularda. Noiloj payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ovqat yeyishligi uchun Uqba shahodat kalimasini aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uqbaning taomiga qo'l urib yedilar. Quraysh o'rtasida gap tarqab ketdi. Uqba Muhammadga ergashdi. Shunda Ubay ibn Halaf, kofirlarning kattalaridan, bu ham sayyidlardan, Uqbani yaqin do'sti edi. Shunday keldida, Uqba dedi, "Seni yuzing meni yuzimga, meni yuzim seni yuzingga harom. Senga gapirmayman, meni do'stim emassan. Muhammadni borib yuziga tupurasan, keyin do'st qilaman" dedi. Men uni ovqatimni yeyish uchun aytdim kalimani, men unga ergashmadim deb har qachon urinmasin, lekin Uqbaning bu so'zi Ubayga ta'sir qilmadi. Shunda Uqbaning oldidagi holati nihoyatda bir qiyin edi. Yo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanlashlik kerak yoki Qurayshning sayyidlarini tanlash kerak. Uqba Qurayshni tanladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga borib, muborak yuzlariga tupurdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot mana shunday haqoratga sukut bilan javob berdi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Va yawma ya'dhu zolim ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani hadula. Alloh taolo Uqbani va mana shu Ubay ibn Halafni qilgan ishlari haqida shunday deydi. U kunda bu zolim qo'llarini, barmoqlarini nadomat qilib tishlab der, qaniydi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganim deydi. O'lim bo'lsin menga. Qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda. Aniqki, menga eslatma Qur'on kelgandan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyodagi o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguchidir. Uqba iymon keltirishga yaqin bo'lib turib, kufrni tanladi. Mana jili mulohaza qilaylik. Qiyomat bo'lganda hali barmoqlarini tishlaydi. Qaniydi payg'ambar bilan bitta yo'lni tutganimda, qaniydi falonchini do'st tutmaganimda, haqni oldiga kelganimda meni to'sib qo'ygan. Ba'zida bo'ladi. Men deydi, shular bilan birga yurmasam tijoratim bo'lmaydi deydi. Men o'zi ichkim yo'q deydi. Ichmasam ishim tutmaydi deydi. Shular bilan birga osh yemasam bo'lmaydi deydi. Subhanalloh. Rizq kimdan edi? Allohdanmidi? Agar o'sha odam o'lib qolsa-chi, o'sha katta, o'sha ulfating, men o'zim ko'p eshitganman, ichmasam ishim tutmaydi ular bilan. Birodarlar, ko'zi yo'q kalamushlar, qumusqalar bor yer tagida yuradi. Baliqlar bor, aqli yo'q qushlar bor. Bular rizqni kim beryapti? Bu kamoli bu inson rizq Allohdan ekanligiga iymoni zaifligi uchun shu gapni gapiryapti. Ichmay qo'ychini, bor o'lib qolarmikinsan. Hamma ichmaganda ham ishi yurishmay qo'ymayapti. Ba'zi tanlash kerak bo'ladi shu ulfatlarda yo dinni. Endi dinni tanlamayaptimi? Narigini mahkam ushlab olyaptimi? Rizqda shundan ko'rmayaptimi? Agar atrofimizda shunaqa odamlar bo'lsa yoki bir o'zimizda ham shunaqa bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, Allohning roziligi uchun kechiladi ba'zi bir harom narsalar. Qiyomatda pushaymaydi inson. Bekor qilgan ekanman shular bilan yurib, o'sha paytda mana qilsam bo'lardi ekan. Uqba ibn Abi Muayyid
payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdan o'rniga muborak yuzlariga borib tupurdi. Ubay ibn Halab Qurayshning sayyidlaridan ham bu kishi. Kofir. Payg'ambarimizga adovati qattiq bo'lgan kishilardan edi. Kunlarning birida bir chirib eski bo'lib ketgan suyakni oldi, mayda qilib ezib, un shakliga kelib turib, "Ey Muhammad, sen biz o'lib, chirib, tuproq bo'lib ketganimizdan keyin Alloh tiriltiradi deyapsanmi?" Shunday boshiga ana shu qo'lidagi unni chashdi. Kim tiriltiradi bizni? Chiroyli misol keltirdi. Alloh taolo u haqida ham Qur'onda oyatlar nozil qildi. Avalam yaral insanu anna xalaqnahu min nutfatin fa idha huwa hasimun mubin va daraba lana mathalan qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Inson biz uni nutfadan bir tomchi suvdan yaratganimizni endi esa banog'goh u o'zimizga ochiq qarshilik qiluvchi bo'lib qolgani ko'rmadingmi? U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha haqni bilguvchidir. Bir narsani birinchi marta yasash qiyin. Yasab, loyihasi qo'lingizda bo'lgandan keyin qaytarib qo'yish oson. Endi Alloh taologa birinchi marta yaratish ham, qayta yaratish ham oson. Misolda chiroyli keltirdi-yu, o'zi qayerdan kelganligini esdan chiqarib qo'ydi. Da'vatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davom ettirdilar. Odamlarni payg'ambarimizning da'vatini eshitishlikdan qaytarishlikka Qurayshning imkoniyati bo'lmay qoldi. Dorun Nadvada to'planishdi. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Xullas ular bir yechimga keldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yana munoqashaga chaqirishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlarida aytishdiki: "Ey Muhammad, biz senga ko'p narsalarni taklif qildik, birortasiga ko'nmadik. Endi bir boshqa bir narsa bilan keldik. Yangi taklifimiz bor. Va bu taklif biz o'zimizga ham juda og'ir." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytinglar, nima u taklif? Shunda ular aytishdi: "Ey Muhammad, sen o'zini da'vatingda, diningda qattiq turib olganingni ko'rib turib, shunday qarorga keldik. Bir kun seni xudoingga sig'inamiz, evaziga sen bizni xudolarimizga bir kun sig'inasan. Teppa-teng." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. So'ngra chiqib ketib, yana maslahatlashib kelishdi. Bir hafta seni ilohingga sig'inamiz. Sen bir kun bizni ilohimizga sig'inasan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. Yana chiqib ketishdi. Qaytib kelib, "Xo'p, mayli. Bir yil seni ilohingga sig'inamiz. Bir kun biz ilohimizga sig'inamiz." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi. Handa nima bu dedi? O'yinmi bu, dinmi? Shunda Alloh taolo ularga javob qilib, Kafirun surasini nozil qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum 'abiduna ma a'budu va la ana 'abidun ma 'abadtum va la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Aqidada, e'tiqodda yarim qadam ham orqaga chekinib bo'lmaydi musulmonlar. Far'iy, juz'iy masalalarda, ba'zi bir nafl ibodatlarda insonni toqatiga qarab sekin-sekinlik ketar. Musulmonchilik asta-sekin degan qoida, prinsip nafl ibodatlarda bo'ladi. Aqida masalasida emas. Ey Muhammad, ayting: "Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchun. Mushtarak ibodat bo'lishligi mumkin emas." Boshqa oyatlar ham nozil bo'ldi, ularga javob bor. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ey Muhammad alayhisalom, ular sizni o'zlariga ko'ngilchalik murosa qilishingizni istarlar. Shunda ular ham ko'ngilchalik qilib, ozgina siz muloyimlik qilib, ozgina ularga yo'l bersiz, aqidangizdan, e'tiqodingizdan kechib bersiz, ular ham kechishga tayyor. Lekin mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siratidan aqida masalasida yarim qadam ham orqaga chekinib bo'lmasligiga dalil. Alloh uchun qilinadigan ish Alloh uchun qilinadi. Hech kim bunga sherik qilinmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qattiq ozor bergan kishilar, eng qattiq ozor bergan kishilar bu qo'shnilar.
Payg'ambarimizning qo'shinlari kim edi? O'zining amakisi Abu Lahab, Uqba ibn Abi Muayyid, Hakam ibn Abil Osi hamda Uday ibn Hamro as-Saqafiylar. Ular payg'ambarimizga ozor berishlikka kelishib olishgan edi. Agar bularni birortasining uyida axlat to'planib qolsa yoki bir qo'ymidi, tuyamidi bir jonliq so'ysa, ichki chavoqlarini, qornini yorganda chiqqan najosatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eshigining tagiga olib chiqib tashlab qo'yishadi. Har kuni. Endi tasavvur qiling-da, o'zi bitta qo'shningiz yomon bo'lsa, hayotingiz qanaqa achchiq bo'lib ketadi. Endi hamma qo'shnilar shunaqa bo'lsa-chi? Va mana shu aziyat har kuni davom etsa-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu axlatlarni o'zining muborak qo'llari bilan yig'ishtirib qo'yar ekan, qo'shnichilik haqqi shumi? Qo'shnichilik haqqi shumi deb boshqa gap qo'shmas edi. Biz mana shariat islomiya qo'shniga qanchalik yaxshi muomala qilishimiz kerakligini ta'kidlab aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Jibril menga kelib, qo'shniga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilaverdi. Borib qo'shni mendan keyin meros oladi shekilli degan fikrga kelib qoldim dedi. Ya Rasululloh, men o'zimni yaxshi odamligimni qayerdan bilaman desa, qo'shningdan so'ra. Qo'shning yaxshi desa, yaxshisan, yomon desa, yomonsan. Yigit kishining baxti to'rtta narsada: foydali markab, keng hovli, yaxshi ayol hamda qo'shni. Bizda endi qarab turinglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilayotgan ishini. Biz anaqa bo'lgan ekan, manaqa bo'lgan ekan deb eshitib qo'yishimiz kerak emas. Endi yaxshilik qilay deyman, o'zi qo'shnim yomon bo'lsa-chi deydi. Ya'ni qarangda, hech kim o'zini yomon qo'shni demaydi. Qo'shnisi yomon. Sen o'ylab ko'r, nimaga u yomon? U hammaga bir xil yomonmi yo bitta senga yomonmi? O'ylab ko'rda. Agar qo'shnim yomon, yo'q. Agar sen yaxshi bo'lsang, ablah qo'shni nima qiladi? Bilasizmi? Yaxshi muomala qiladigan qo'shnisiga ichib yegan odam ichib yegandan to'polon qilishini tepmaydi. Bu deydi, yaxshi deydi. Aqlini yarmi tushib turgan mas odam ham eshigini borib tepmaydi. Nimaga? Bu deydi, yaxshi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnilardan yetgan aziyatga sabr qilyapti. Qo'shniga yaxshilik qilish deganda faqat unga non chiqarish, ko'mirini tashishni tushunmaylik. Qo'shnini aziyatiga sabr qilish ham yaxshi qo'shnichilikning bitta ko'rinishi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq dushmanlik qilayotgan qo'shnilaridan yetgan aziyatga nima qilyaptilar? Agar yomon bo'lsa ham sabr qilib qo'yaylik. 10 yil yomonlik qiladi, bir marta xato gapirmadi, bir kun insof berib qolar. Demak, payg'ambarimiz qo'shnilardan ko'rgan aziyatlariga sabr qilardilar. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida namoz o'qirganlar, Qurayshning sayyidlari o'tirar edi. Payg'ambarimizning namozda turganini ko'rib ichlari yonar edi. Shu vaqtda bir qavm keldi, bir tuyani so'yib, go'shtlarni maydalashdi, qonidan chiqqan najosat, ichak-chovoq qonlarni bir joyga tashlab qo'yishdi. Shunda ular kim hozir Muhammad namoz o'qib turganda mana shu ichak-chovoqni olib ustiga tashlab qo'yadi. Shunda eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Uqba turdi, men dedi. Unga birov pul va'da qilmadi, anaqa beramiz demadi, badbaxtligidan. Men bo'ldi bir-birini shijoatlantirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganlarida Uqba bordi, ichak chovoqlar yorilgan najosatlarni olib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak boshlariga yelkalariga tashlab qo'ydi. Payg'ambarimiz odatda sajda qilib tursalar, uzoq sajda qilardilar. Lekin bu safarga turishlari odatdagidan ko'proq bo'lib ketdi. Hech kim payg'ambarimizning boshidan mana shu najosat olib qo'yishlikka quvvati yetmadi. Musulmonlar zaif edi, nochor edi. Sabr qilishdan boshqa chorasi yo'q edi. Hech kim olib qo'yishlikka qurbi yetmadi. Shunda Fatima onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari keldilarda, olib tozalab atib qo'ydi. Ungacha bu yoqda turib, mana shu ishni qilib qo'ygan Quraysh sayyidlari maza qilib kulishdi. Shuni qattiq kulishdiki, quvvatlari ketganidan bir-birlariga suyanib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi marta kelib duo ibodat qildilar. Mana aytamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechirimli, albatta kechirimli bo'lgan. Birodalar, hududi bor hamma narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday keldilar. Ularning ustiga kelib turib, Parvardigoro, Uqba ibn Abi Muayyidga, Shaybaga, Utbaga, Valid ibn Utbaga, mana shu majlisda o'tirgan har bittasini nomma-nom aytib turib, o'zing kifoya qildi. Haligi kulgidan asar ham qolmadi. Chunki haram edi. Bu yerda qilingan duolar ijobat bo'lar edi.
Muhammad alayhisolamning sodiqul aminligini bilishar edi. Payg'ambarimizni payg'ambar ekanligini bilishardi-da, bu kulgidan asar qolmasdan tirqirab qochib ketdi. Shu hadisda rivoyat qilayotgan sahoba aytadi: "Allohga qasam, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ismini zikr qilgan har bittasini Badr kunida yer tishlaganligini ko'rdim." E'tibor beraylik. Payg'ambarimiz hozir duo qilsa, qachon ijobat bo'ldi duo? 6-7-yilda bo'lgan bo'lsa, Badr g'azoti 2-yilda bo'lgan. 8 yil, 7 yildan keyin ijobat bo'lyapti. Endi Muhammad alayhisolamning duosi 8 yilda ijobat bo'lsa, biz nimaga shoshilishimiz kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Sizlarni bittanglar shoshiltirmasanglar, duolar ijobat bo'ladi deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, qanaqa qilib shoshiltiradi? U aytadi, shoshiltirgan kishi: "Allohga duo qildim, bermadi." Rivoyatlarda Musa alayhissalom va Harun alayhissalom ikkita aka-uka payg'ambar Fir'avnni va uni xonadonini halok qilgin deb duo qilishdi. Bitta payg'ambar emas, ikkita payg'ambar. Rivoyatlarda 40 yildan keyin cho'kdi Fir'avn deyiladi. Muhammad alayhissalomning duosi 7-8 yilga cho'zilgan bo'lsa, bu duosi Fir'avnning cho'kishligiga 40 yil kerak bo'lgan bo'lsa, shoshilmaylik. O'zi duo qilgan odam nimani yutkazadi, aytinglarchi? Duo qilgan odamga to'rtta narsa bor. Albatta bittasi bor. So'raganini Alloh beradi. Yoki so'raganiga 2 barobar qilib beradi, ko'paytirib beradi. Yoki shu so'raganichalik ziyondan saqlab qo'yadi. Yoki so'raganini 700 ehtimol undan ko'proq qilib oxiratiga olib qo'yadi. Mana to'rtta holat. Qaysi holatda musulmon yutkazyapti, aytinglarchi? Hech qaysida. Albatta to'rttasidan bittasi bo'ladi. Duo qilaveraylik. Mo'min kishi Alloh taologa duo qilish kerak, shoshiltirmaslik kerak. Duo qilganda tahorat bo'lish shart emas. Qiblaga qarab o'tirishlik shart emas. Yurib ketyapti, gaplashib ketavering Alloh bilan. Aytavering dardingizni. Yotib olib aytmaysizmi dardingizni? Uxlab qolgan uchun aytmaysizmi dardingizni? Malollanib ketasizlar deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, lekin Alloh eshitib malollanmaydi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, oradan mana shuncha yil o'tgandan keyin duosi ijobat bo'ldi. Musulmonlarning Habastonga hijrat qilishligi ziyodalashdi. Ja'far ibn Abi Talib va boshqa sahobalar jamiki 83 kishi Habastonga hijrat qilgan. Ular Habastonda tinch, xotirjam, Najjoshiylik hukmi ostida, adolatli hukm ostida hech kimga zulm qilinmagan holda ibodatni qilishadi. Ularning mana shu holati qisqagina vaqt davom etdi. Makkada bir ish sodir bo'ldi. Shu ish tufayli ba'zilari qaytib keldi. Makkada nima bo'lgan? Makkada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Najm surasining oxirgi oyatlari nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh sayyidlarini Ka'batullohning oldida to'planishini kutdilar. Ular to'planganlaridan keyin mana shu oyatlarni o'qib berdilar. Astagfirullah va annahu huwa adhaka va abka va annahu huwa amata va ahya va annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Albatta kuldirgan ham, yig'latgan ham uning o'zidir. Albatta o'ldirgan ham, tiriltirgan ham uning o'zidir. Va albatta u zot otilib chiqadigan nutfadan erkak ayol juftlarni yaratgandir. Albatta ikkinchi bor paydo qilish ham uning zimmasidadir. Albatta boy qilgan ham, badavlat qilgan ham uning o'zidir. Albatta Shayro yulduzining parvardigori ham uning o'zidir. Albatta u zot avvalgi Od va Samud qabilalarini ham halok qildi. Bas ulardan biron kishini tirik qoldirmadi. Yana u zot ilgari Nuh qavmini ham halok qilgandir. Chunki ularning o'zlari juda zolim va tug'yonga tushgan kimsalar edilar. Yana u zot zeveru zabar bo'lgan qishloqni, ya'ni Lut payg'ambar qavmini ham qulatib, o'ragan narsa bilan o'rab ko'mib tashladi. Bas ey inson, Parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shak shubha qilursan? Bu, ya'ni Muhammad alayhisalom ham
avvalgi payg'ambarlar qatoridagi bir payg'ambardir. Yaqin bo'lguchi qiyomat yaqin qoldi. Uning uchun Allohdan o'zga biron ochguvchi, qachon bo'lishini bilguvchi yo'qdir. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu so'zdan, Qur'ondan ajablanursizlarmi? Undagi oyatlarni benazir va bemisl o'git nasihatlaridan ta'sirlanib yig'lamasdan g'ofil bo'lgan hollaringizda kulursizlarmi? Bas, sizlar yolg'iz Allohga sajda va ibodat qiling. Dedilarda payg'ambarimiz sajda qildilar. Oxirgi oyat sajda oyati. Payg'ambarimiz sajda qildilar. Iymonini yashirmagan hamma mu'minlar sajda qilishdi. Hatto Qurayshning hammasi kofirdan tortib boshqasigacha sajda qilishdi. Hamma sajda qildi. Chunki bu oyatlarning buyukligidan, azamatidan, ilohiy bir siyg'adan ta'sirlangan arablar hammasi sajda qilishdi. Faqat bir kishi sajda qilmadi, bir siqim tuproqni olib turib boshiga qo'ydi, mana shu narsa menga kifoya edi. Lekin hammasi sajda qildi. Arab qabilalari o'rtasida Quraysh Muhammadning so'ziga sajda qildi, itoat qildi degan xabar tarqadi va mana shu xabar Habastonga yetib borib, bu noto'g'ri xabarni eshitib ular qavmimiz iymonga keldi deb qaytib kelishdi, lekin holat avvalgidan ham qattiqroq edi. Quraysh boshqalarni payg'ambarimizning so'zini eshitishdan qaytarib turgan paytda endi o'zlari ham taslimlanadigan bo'lib ketishdi. Endi nima qilish kerak? Endi o'zlari ham taslimlanadigan bo'lib qoldi. Endi bularga iqtisodiy va siyosiy qamalni berishdi. Muqotoa. Muqotoaning ma'nosi Muhammadga sollallohu alayhi vasallam va unga ergashganlarni ularga yegulik sotilmaydi, ulardan bir narsa olinmaydi, bir narsa berilmaydi, qiz olinmaydi, qiz berilmaydi. Iqtisodiy qamal. Bu holatni ko'rib Abu Tolib payg'ambarimizni bunday qiyin ahvolga tushib qolishidan xavotirga tushib, o'zini urug'ini Bani Hoshim, Bani Abdulmannof, Bani Abdulmuttolib urug'lariga o'tirib, bizni farzandimizga Quraysh qanaqa muomala qilayotganini ko'ryapsizlarmi? Tashab qo'yamizmi bolamiz? Ular yo'q deydi. Ular sotmaydimi? Biz sotamiz. Ular muomala qilmaydimi? Biz muomala qilamiz. Bu uchala urug' o'zidan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoyasiga olishdi. Shunda Abu Jahl Qurayshni to'plab turib, Abu Tolib qilgan ishni ko'rdinglarmi? Qurayshda kelishuvni mensimadimi? Endi mana shu uchala urug'ni ham surib qo'yamiz bir chekkaga. Va butun uchala urug' musulmoni ham, kofiri ham Makkani tashlab tashqariga chiqishdi. Shi'ab Abu Tolib deydi. Abu Tolibda bir kichkina bir qishlog'i bo'ldi. Shu yerda yashab mashaqqatda qolishdi. E'tibor beraylik. Urug'chilik, qabilachilik degan narsa qattiqligidan 3 yil davom etib ocharchilik. Musulmonlarning aybiga kofirlar ham turib beryapti. U iymon jihatidan, islomdan bo'lganligi uchun emas, urug'chiligi, qarindoshligidan, hamiyatidan chiqib turib beryapti. 3 yil davom etdi bu narsa. Nohaqda qiyinchilik bo'lib ketdi. Qo'lida puli bor, bir narsani oladi borsa, savdogarlar sotmaydi. Chunki Qurayshda ahdi bor, kelishib qo'ygan. Tashqaridan birorta odam kelsa, savdo qilishlik uchun ovqat olib kelsa, uni bir necha barobar qimmat narxga Quraysh sotib oladi, musulmonlarga va mana shu 3 ta urug'dagi kofirlarga ham sotmaydi. Qiyinchilik juda bir qattiq bo'lib ketdi. Musulmonlar daraxtlarni, tomirlarini, baklarini yeyishga majbur bo'ldi. Sahobalardan biri aytadi, kechqurun chiqib bavul qilsam deydi qumga. Bir narsani ovozi eshitildi. Ochib qarasam, qo'yni kesib tashlab yuborgan terini bir parchasi ekan deydi. Haligini shoshilib oldim, yuvib tozalab turib, kuydirib shuni yedim deydi. Musulmonlarning holati mana shunday qiyinchilik edi. Mana shunday qiyinchiliklardan o'tgan sahobalarni yelkasiga da'vatni dunyoga yayishlik degan mashaqqati, mehnati tushar edi. Sahobalarni Alloh taolo mana shunday sinagan edi. Mana shunday tarbiya qilgan edi. Bu muqotoaning shartlari nima edi? Birinchisi, Bani Abdulmuttolib, Bani Abdulmannof, Bani Hoshim urug'idan va Muhammadga iymon keltirgan hamma kishilarni alohida qilamiz. Ularga hech narsa sotilmaydi, ulardan hech narsa olinmaydi. Ulardan qiz olinmaydi, qiz berilmaydi. Makka tashqarisidan ovqat olib yeyishlikka ham yo'l berilmaydi. Ular bilan hech qanday kelishuvga borilmaydi. Ularga rahm shafqat qilinmaydi. Mana shunday qiyin ahvolda musulmonlar 3 yil qolishdi. Bu vaqtda musulmonlar 3 ga bo'lingan. Bir qismi Habastonda, bir qismi Abu Tolibning qoriyasida, Shi'abada va bir qismi Makkada qolib azoblanayotganlar edi. Shunday holatda Alloh taolo mu'minlarning qalbiga taskin berib quyidagi oyatlarni nozil qildi. Agar Parvardigoringiz xohlasa edi, butun yer yuzidagi barcha kishilar iymon keltirgan bo'lar edilar.
Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilurmisiz? Ya'ni bunday qilish durust emas. Chunki kishi ixtiyori bilan iymonga kelishi kerak. Dar haqiqat kimda kim Allohdan qo'rqib, sabr qanoat qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amallarni qilguvchi kishilarning mukofotini zoya qilmas. Har qachon payg'ambarlarimiz noumid bo'lib, bizlar yolg'onchi qilindik, payg'ambar ekanligimizga ishonmadilar deb o'ylay boshlaganlarida, ularga bizning madadimiz, g'alabamiz kelib, biz xohlagan kishilarga najot berilar edi. Ammo jinoyatchi bo'lgan qavmdan bizning azobimiz qaytarilmas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.